ma'rifat chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, qadrli opa-singillar, aziz onaxonlar. Sizlar bilan yana bir ma'naviy diydor daqiqalari nasib etgani uchun Allohga behisob hamdlar aytamiz. Ilmimizga, iymonimizni imom qilib, insoniyatning muhtasham tarixiga nazar tashlaymiz. Qur'oni Karim oyatlarida kelgan payg'ambarlar qissasi va bu qissalarda zikr etilgan ayollar mavzusida berib borilayotgan yana bir suhbatimizni boshlar ekanmiz. Ushbu harakatlarimiz inshaalloh tinglayotgan qalblar va bizga xayrixoh dillar uchun ikki dunyoda manfaatli bo'lishini Alloh taolodan so'raymiz. Siz ham bizni duo qilingki, duolaringiz barokatidan qalbimiz nurlansin, ilmimizga barokatlar yog'ilsin. Ayni paytda mavzu bo'yicha doimiy hamkorimiz Islom ilmlari olimasi Odinaxon Muhammad Sodiq bilan xizmatingizdamiz. Odinaxon, yana bir ma'rifiy suhbat, ilm darsi uchun biz va bizning tinglovchilarimizga vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun minnatdor ekanimizni izhor qilamiz. Ma'rifat chiroqlari eshittirishda sizni yana bir bor xush ko'rdik. Bismillahirrohmanirrohim. Bashariyatga muallim bo'lishlari uchun anbiyolarini yuborib qo'ygan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ummatlariga Qur'on ta'limotini sharaf bilan yetkazib kelgan nabiyimiz Muhammad alayhisalomga salatu durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Odinaxon, insoniyat hayoti uzoq yillik tarixni yashagan bo'lsa-da, oliy tafakkur qoidalari ayni zamonga qadar o'z hukmini o'zgartirmagan. Shunga ko'ra, garchi oradan necha yuz yilliklar o'tgan bo'lishiga qaramay, payg'ambarlar hayotidagi har bir voqeani bugungi kunimiz uchun ham tatbiq qilish va ibrat olish mumkinligini mana suhbatlarimiz davomida yanada kengroq tushunib bormoqdamiz. Muso alayhissalom qissasi va unda ishtirokchi bo'lgan har bir ayolga aloqador voqeadan ham o'zimizga yarasha xulosalar olishimiz mumkin ekan. Demak, bugungi eshittirishimizda tinglovchilarimizga ushbu qissadagi umumiy ibratlar va e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan jihatlar haqida suhbatlashamiz. Mamnuniyat bilan so'z navbatini sizga beramiz. Marhamat. Muhtarama opa-singillar, suhbatimizni yana Muso alayhissalom va u zotga zamondosh bo'lgan ayollar haqidagi ma'lumotlar borasida davom ettiramiz. Sizlar bilan o'tgan suhbatlarimizda Muso alayhissalom yashagan davrlar va ularda bo'lgan voqealar va ayollar bilan bo'lgan munosabatlari haqida gaplashib o'tdik. Oyatlarni, hadislarni zikr qildik. Endi mana shu oyatlarni o'rganib chiqqanimizdan keyin, hadislarning ta'limotini olganimizdan keyin ijozatingiz bilan umumiy xulosa qilsak. Xulosada albatta o'zimizga saboq, mav'iza, xulosa olgan bo'lamiz. Birinchi o'rinda e'tibor qiladigan jihatimiz shuki, aytib o'tganimizdek, nabiylarni aloqasi birgina ayol yoki bordi-yu ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ikki ayol bilan aloqalari bo'lgan bo'lsa, Muso alayhissalom ulug' anbiyolardan hisoblanishlari va qissalari eng ko'p Qur'onda zikr bo'lishi bilan, shuningdek u zotga aloqador ayollarni ko'p ekanligi bilan ham ajrab turibdilar. Va aytib o'tganimizdek, mana ikkita suhbatda yoki undan ortiq suhbatlarda gaplashib o'tganimizdek, 5 ta ayolning zikri, voqealari keldi. Shulardan onalari
ma'naviy onalari, opalari va Madian solihining 2 qizi, bu 2 qizlardan birlari ayollari va boshqasi qayni singillari bo'ladi. 5 ayol haqida umumiy xulosani oladigan bo'lsak, albatta bu qahramonlarimiz hammalari ijobiy rolda kelganlar, madhlari, fazilatlari, ijobiyatlari zikr qilgan. Endi teran nazar tashlab, chuqur mulohaza qiladigan bo'lsak, ayol kishini qaysi jihatlari ulug'lanyapti, madh qilinyapti, maqtalyapti va fazilatli deb e'tibor qilinyapti. Odamlarni tomonidan ayollarga qaysi tomondan fazilat beriladi, o'lchovlari qanaqa ekanligini keltirib, ayniqsa shu kunlarda qilinayotgan e'tiborlar, ya'niki insonlar tomonidan ayollarga bo'layotgan e'tiborlar yoki nima jihatidan qahramon bo'layotganlarni bir solishtirib ko'rsak. Muso alayhisalom atroflardagi ayollarni zikr qilinganda, avvalambor mu'mina, Allohga tavakkal qilgan, itoat qilgan, Allohning yo'lida yurgan, odobli, axloqli, hayoli, ona ma'nosida ham yetuk onalik martabasiga yetgan, farzandini saqlab qolish maqsadida bor kuchini ishga solgan, shuningdek garchi o'zi ona bo'lmagan bo'lsa-da, onalik mehri yuksak kelib Muso alayhisalomni boqib olgan ayol, garchi tug'yonga ketgan Fir'avnning xonadonida yashasa-da, ma'siyatlar ichida, yomonliklarni kasb qiladigan insonlar ichida bo'lsa-da, Alloh taologa bo'lgan iymoni bilan sobit qadam turgan ayol haqida bo'lyapti. Shuningdek, opalari haqida gaplashadigan bo'lsak, u opalari ham onasiga itoat qiladigan, yaxshilik yo'lda qadam bosgan, ukasiga rahm, shafqat, muruvvat qilgan va ser mulohazalik ekanligi, paytini topib eng kerakli gaplarni gapirib, bo'layotgan ishga chora tadbir ko'ra olgan bir yosh qiz bo'lsa-da, dono qizni misoli keltirilyapti. Muso alayhisalomga zavja bo'lgan, umuman olganda Madian solih kishisining qizlarida o'sha hayo, erkaklarga aralashib ketmasdan o'zlarini bir chetda saqlaganlari, shunday vaziyatda bo'lsalar ham otalariga nisbatan mushfiq bo'lganlari, mehribon bo'lib, uni katta yoshda ekanligini, ojizligini hisobga oladigan va chorvasini boqadigan, mehnatda bo'lgan qilib ko'rsatilyapti. Eshitishimizning bir necha soni davomida Muso alayhissalom qissasi va undagi ayollar mavzusi keng yoritib kelinmoqda. Shu yerda bir jihat e'tiborni tortadi. Biz odatda ayollar haqida so'z ketganda eng avvalo ularning husni, qaddi qomati, rangi ro'yi, ya'ni birinchi galda uning tashqi ko'rinishlarini ta'rifini o'qib eshitib kelganmiz. Hatto bu holat odatga ham aylangan. Ammo mana ushbu qissada ijobiy obrazdagi 5 nafar ayol haqida so'z ketar ekan, yuqorida sanab o'tilgan sifatlar umuman tilga olinmaganiga guvoh bo'ldik va bundan tushunish mumkinki, oyatda ham ta'kidlangani kabi Alloh bandalarning jismiga emas, qalbiga, ya'ni xulq atvoriga qaraydi. Ushbu qissada kelgan ayollar ta'rifiga bugungi kun nuqtai nazaridan turib munosabat bildirsangiz. Mana shu ayollarni madhi kelgan ekan, e'tibor qaratadigan bo'lsak, birortasini bir jamoli, qomati yoki moli mulki, nasabi, mavqei, o'ziga jalb qiladigan ishvalari, nazokatlari, erkaklarga ta'sirchanlik ekani yoki jur'atli ekani yoki huquq talashgani yoki birovga bir kuch ko'rsatgani, bunaqa ma'nolar yo'q Qur'oni Karimda. Eng asosiy, eng ezgu ma'nolarni ko'rsatilgan va ana shu ma'nolarni fazilatli ayollarga ibrat qilib olingan. Hozirgi paytda ayol kishiga e'tibor beradigan bo'lsak, ayol kishi xoh o'zi bo'lsin yoki atrofdan unga baho berilayotgan bo'lsin, o'lchov mezonni yaxshigina buzilganini mulohaza qilamiz. Ayol kishi o'zini e'tiborli qilib ko'rsatmoqchi bo'lsa yoki atrofdagilar unga e'tibor qilayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda uni ko'rinishi hozir yuzaga chiqib qolganini aytib, afsus nadomat bilan buni tan olmasdan ilojimiz yo'q. Chunki ayol mana o'zi biror bir jihatga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lsa yoki qanaqadir e'tiborga ega bo'lmoqchi bo'lsa, o'zini birinchi o'rinda tashqi ko'rinishiga e'tibor beradi. Go'yo go'zal bo'ladigan bo'lsa, sohib jamol, qomat egasi bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, masala hal, har narsaga erisha olaman deydi va o'zidagi bu satr qilishi kerak bo'lgan, asrashi kerak bo'lgan jihatlarni bor yo'qqa ishga solib, bemalol o'zini matoh sifatida ko'z-ko'z qilib qo'yish ham mumkin. Shuningdek, atrofdan e'tibor beradiganlar ham ayol kishiga baho qo'ymoqchi bo'lsa,
esa birinchi o'rinda shu tashqi ko'rinishini, husnini, qomatini e'tiborga olishadigan bo'lib qolgan. Buni orqasidan hozirda mana shu ayolga bo'lgan munosabat uni xuddi bir jonsiz matoh kabi qo'llanish yuzaga kelib chiqyapti va ming afsus bilan aytamiz, hatto oila ma'nosida ham kelinlarni, juft halollarni tanlash jarayonida birinchi o'rinda ana shu husniga qaraydigan holat yuzaga kelib qolgan. Va qolaversa ayolni o'sha nasabi, tagli tugli bo'lishi yoki bir e'tiborga ega nasabdan bo'lishi, shuhratli bo'lishi yoki mol egasi bo'lishi ham hozir e'tiborga kirib qolgan. Lekin Qur'oni Karimda birortasi bular madh o'rnida kelgani yo'q. Hozirgi fikrlarimizni, o'lchovlarimizni, tarozilarimizni to'g'rilab olamiz deydigan bo'lsak, albatta buni Qur'oni Karimda kelgan oyatlarga solishtirib, ana shu qoliplarga solishimiz kerak ekan. Va albatta bu yerda mana shu kelgan shaxsiyat, 5 ta shaxsiyatni yaxshilab o'rganib, qaysi jihatlari Alloh taolo tomonidan bizga yoritib berilyapti va ana shunga qanday ko'rinishda biz intilib, ayollarimizni o'zlarining fikrlarini ham o'zlari borlarida va boshqalarga bo'lgan o'lchovlarni ham va boshqalarni, ya'niki erkaklarni ayollarga bo'lgan o'lchovlarni hammasini to'g'ri qolipga solib olishga harakat qilishimiz kerak ekan. Muso alayhissalom qissasida yana qazoy qadarning qoyimligi haqida ham ibratli xulosalar bor. Ya'ni qadarda bitganiga butun dunyo bir bo'lib qarshi tursa ham hatto igna uchichalik o'zgartirish kirita olmas. Muso alayhissalom tug'ilgan paytda mamlakat bo'ylab insoniyat tarixidagi deyishimiz mumkin hatto eng katta zulm amalda edi. Ammo Alloh bu zotni aynan o'sha zolimning o'z amri bilan, qo'li bilan asradi. Bu voqeaning ilohiy hikmati oyatlarda kelgan ma'nosi haqida ham eslatib o'tsangiz. Bu kelgan oyat karimalarda biz suhbat qilib o'tgan ma'nolarda e'tibor berishimiz kerak jihati aqidaviy masalalar yoki shu aqidamizni mustahkam bo'lishiga undov bo'ladigan bir qancha masalalar ham vorid bo'lgan. Misol uchun mana qissani boshida aytdikki, Banu Isroilni farzandlari ichidan mulki va o'zi zavol topadigan, ya'ni Fir'avnning o'zi va mulki zavol topadigan bola chiqish xabarini eshitgandan keyin bor imkoniyatini, ayollarni, saltanatini ishga solib bolalarni yo'q qilishga harakat qildi. Lekin aqidaviy jihatdan biz iymon keltirganmiz, Alloh har ishga qodir zotdir va o'zini ajoyibotlarini ko'rsatdi. Garchi shuncha harakatu tadbir qilgan bo'lsa-da, shunga qaramasdan baribir ana shu farzandni yoki go'dakni, insonni, Fir'avnni hayotini tugatadigan, mulkini tugatadigan payg'ambarni Alloh taolo saqlab qoldi. Shuning uchun Alloh taolo har ishga qodir, u taqdirini joriy qilib qo'ygan bo'lsa, inson ming harakatni ishga solmasin, ming urinmasin, baribir Allohni aytgani bo'ladi. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shu qadar haqida, Alloh taoloning irodasi haqida aytgan hadislardagi ma'nolardan ham topib olishimiz mumkin. Nasihat qilib aytadilarki, butun bir ummat senga zarar keltirmoqchi bo'lib jamlangan bo'lsa-yu, Alloh taoloning irodasi ketmagan bo'lsa, senga zarracha zararni yetkaza olmaydi. Aksi, butun hammasi jamlanib senga manfaat keltirmoqchi bo'lsa-yu, Alloh taoloning irodasi bunga ketmagan bo'lsa, senga zarracha ham manfaat keltira olishmaydi deb aytilgan. Mana shu jihatlardan bizga bu ibrat bo'lish kerak va tafsiloti bilan aytib o'tdik. Aynan mana shu qo'rqilgan insonni Alloh taolo osonlik bilan qasrning ichiga kiritib, Fir'avnga juda ham yaqin maqomga qo'yib qo'ydi. Bunda biz Alloh taoloning qudratini naqadar ulug' ekanligini, uni oldida taslimiyat zarur ekanligini tushunib olamiz. Shuningdek, Alloh taoloning va'dalariga ochiq, oydin, yaqin bilan ishonish. Misol, o'sha paytda onalariga va'da berdi, qaytaraman dedi va va'dasida turib, go'dakni o'z onalariga qaytardi. Odinaxon, Muso alayhissalom qissasida o'rganishimiz kerak bo'lgan yana bir juda go'zal ibrat. U zotning duolari, kechiktirmasdan qilinadigan iltijolari desak xato bo'lmasa kerak. Bu duolar, iltijolarning tezlik bilan amalga oshishi, Alloh taolo tomonidan qabul etilishi xuddi duo ijobatining kaliti ham bu zotga berilgandek taassurot uyg'otadi. Juda ko'pchilikning yillar davomida ham qilingan duolari mustajob bo'lmasligi haqida eshitganmiz. Bu qissadan balki qanday duo qilish kerakligini ham o'rgansak bo'lsa kerak. Muso alayhissalomning bu boradagi quvvati nimada edi? E'tiqodiy masalalarda Alloh taologa iltijo qilishni
biz yaxshilab o'rganishimiz kerak. Buni Muso alayhissalomning shaxsiyatlarida ko'rdik. Birinchi o'rinda noto'g'ri ish qilib qo'ygan paytlarida adashib bir insonni o'limiga sabab bo'lib qolganlarida o'zlari iroda qilmadilar. Lekin shu Muso alayhissalomning xatolari bilan bo'lgan paytda xatoni anglab yetgan zahoti Allohga iltijo qilib istig'for aytib tavba etdilar va bunday narsalarni qaytarmaslik uchun va'da qildilar. Shuningdek, haligi qo'rquv holatida o'z yurtlaridan qochib chiqib ketayotgan paytlarida ham Allohga iltijo qildilar. Zolim qavmdan menga najot bergin va Madiyanga yetib borgan paytda ham o'zlarini huzurlariga tushadigan Alloh taolo tomonidan bo'ladigan in'omlarga ehtiyojlarini bildirdilar. Mana shundan biz o'zimizga ibrat olamiz. Ayniqsa ayollarga nihoyatda kerak holat har qanday holatda, tushkunlikka, qiyinlikka, yaxshilikka, xato qilishgan holatga, qaysi holatga yetgan bo'lsalar, birinchi o'rinda Alloh taologa iltijo qilish kerak. Har holatda ham albatta iltijo qilish kerak. Bunda Rob ekanligini tan olish, e'tirof qilish bor. Shu bilan birga banda o'zini banda ekanligini izhor qilish ham bordir. Ilm qancha o'rganilgani va o'rgatilgani sari Allohdan baraka ato etiladigan ilohiy bir ne'matdir. Muso alayhissalom qissasi esa ilmiy ibrat va ijobiy xulosalar chiqarish uchun juda katta manbalarni o'zida jamlagan go'zal bir qissadir. Ushbu ne'matni bizlar bilan baham ko'rayotganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolodan bu bo'lgan suhbatlarimiz manfaatli bo'lishini, ichidan mana shunaqa daqiq, nozik ma'nolarni chiqarib, o'zimizni hayotimizda tatbiq qilib borishimizni siz-u bizga muyassar aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Insoniy va ilohiy hikmatlar ularning sir-u sinoatlaridan bahramandlik ma'rifatdir, tanish va tanimoq ilmidir. Hadisi sharifda kim o'zini tanisa, Parvardigorini ham albatta tanib oladi deyilgan. O'zimizni va Parvardigorimizni loyiqlik ila tanish barchamizga nasib qilsin. Qadrli muxlislar, siz ma'rifat chiroqlari eshittirishida Odinaxon Muhammad Sodiq bilan Muso alayhissalom qissasidan olinajak ibratlar va bu ibratlarning bugungi kun uchun ahamiyati haqidagi suhbatimizni tingladingiz. Eshittirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov, ovoz operatori Gulnoza Odilova. Navbatdagi diydor qadar siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.